Uka, mash akalaringga bugun to'yguncha somsa bergan, to'rttadan olib kelibdi. Bugun men eryapman. O'rtabdi salata aytaylik. Uyaltirma, faqat somsaga kelishuvdik. Bo'pti. Bugundan boshlaman kiraqchisi. Yorama kim ekanman? Ahmad Shedriysan. Kimman? Yo'q, Ahmad Sahiysan sen. Sahiy. Fursatisiz somsa olib kelmaysan. Uzr akalar. Bugun mana shu kalasiga eryotgandim. Shuni aytib qo'ydimmi? Hech kim bilish shart emas o'zi. Videoga oling. Ol. Gapirasan, ermaysan, o'shani ko'rsataman. Ahmad 30 yillik. Yo'q. Pastayni bizga yerib yuradi og'aynim, baraka topsin. Men taniganimdan beri Ahmad menga narsa beradi, to'g'risi. Bo'ldi. Mana somsalar Voy. Voy. Ya bunga kim eryapti, aytyapti. Ahmad akam yurayotgan ekan. Butun restoranga pulini men beryapman. Mashqisi becharaga men olib beryapman. Mana bilish shart emas. Bir mana shunaqa becharalarga yeb turaman-da, ollaring. Ahmad Sahiysan og'ayni. O'rtoq, somsasi katta ekan. Boshqa yeyolmayman. Aytdimmi men sanani bo'ktirib qo'yaman deb. Yo'ma sen berora qaranglar, qanday ekan bo'ladi. Yo'q, nima qilamiz? Berib yuborib, uyga savoy qolamiz, uydagilar ham yesin. Ha, uyingga olib keta-qo, duo qilishadi. Men olib berganimni aytgan. Bo'ldi. Shart emas, baribir aytturgin-da. Mana Qumaruni mostini oldida ochilibdi, Jizzax milliy taomlar. Shatdami? Hop. Ahmad, Ha! sho'ttara olmaysan-da? Hozir. Bo'ldi, o'zim aloqaga chiqaman. Ahmad eriydi deb hech ham o'ylamagan edi o'rtoq. Baramizga qaro. Hamma joydan pul qiziqdim, topolmadim. Shu qarz berdim. Bir safar. Men o'zi shu kelchidan oldin biluvdim, sen o'z qiraq qo'nchin deysan. Top tur. Pul beraman, faqat videoni yoqaman, gapirib berasan, bo'ladimi? Bo'y gapingni gapirib beraman. Men o'sha tekin tomon Ahmad Kiraqman, o'rtoqlarimga somsa tugul perashka ham olib bermaganman. O'rtoq bo'ladimi? Bo'ladi. Tek safar aniq o'zim eriyman. Fireball.